Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugun ixlos haqida bir qissa anglaymiz. Ixlos haqiqatan amalning qabul bo'lishining sharti. Ixlos, ya'ni Alloh roziligi uchun qilish har qanday ishni. Alloh uchun qilish. Alloh uchun qilinmagan har qanday amal ibodat baka foydasi yo'q. Bir podshoh bir zamanda başka bir mahalleye bir meclis salmoqchi bo'libdi. Meclis selishdan burib bütün shu xalqqa uqtiribdi. Bu meclisni bütün chiqimini men o'zim qilaman. Hech qanday bir odam mening ruxsatimsiz bir mixqa chog'liq bir narsa yordam qilmasin bu meclisga. Özümün ismini salma ve özümün ismini yazma meclisga deb buyruq qilyapti ekan. Shuni bilan o meclisni soldi ekan. Chiroyli yo'g'on meclisni silib bitkizib uning ochilishini qildi ekan. Shunda xo'shalliq podshohninki, faloni podshohninki meclisda deb yozib qo'ydi ekan. Shuni bilan shu xo'shal uxlab qolsa, shuda bir ikki odam kelib aşı meclitteki adamın ismini öçürüvatdamış bunu. Öçürüvatkanını görüp de oğunu gidip o qanday yaptı bu anda. Qalaymakan düştü belki de. Uxlab qolgan. Ertesi yanlış uçuşunu görürken yanlış ikki adam kelib aşı ismini öçürüvatganmıştı. Öçürüvatkanını görüp şundan bu akakını düşünkürüp oturdu deb adamlarını evetip amnesiyga qarab bakmalar ismim var mı yok mu deb evetken. Qarasa isim podshohning ismi yozilgan mavjud turibdi dedi. Hani basib barkan dedi. Qalaymakan tushgan deb qolgan. 3-chi kuni yana tush ko'rgan, yana shu ikki odam pirishti ekan aslida. Shu ikki odam kelib o ismni yana o'chirib Ummul Xayr degan bir ayolning ismini yozib qo'ygan. Shuni bilan bu oqoqidan 3 qatam tushunga kirdi bu ish. Ummul Xayr degan kim zaten? Deb tepinga shuni. Ummul Xayr degan ayol bormi bu mahallada yaqinda deb buyruq tushirgan ekan. O podshohning adamlar izlab yurib bir ayolni topgan, bir ayolni tepib aytgan. Sizden etiniz Ummul Xayr'mi desa, ha, mening etim Ummul Xayr degan. Men bu meclisga hech kim yordam qilmasin, bir mixqilay chog'liq binas qilmasin degan tursam, bu meclisga siz nima qildingiz? Meclisga yordam qilsiz herhalde siz degan ekan. Yo'q, meclisga yordam qiluvchilik ahvolimmi yo'q mening. Bir meclis salay ya meclisga yordam qilay deb men xiyolim, niyatimmi yo'q meningki. Çünkü benim kuchim yetmeydi o. Ben anda qilmadim. Degandan emsi siz eslab bakın endi bu meclis haqida shu meclisga. Sizningki bir hissangiz bo'lgan o'xshaydi. Shuni bir o'ylab bakın degan ayolda ha bir kuni men shu meclisni olib o'tib ketib qolsam, meclis silayotgan vaqtda meclisga ishlayotgan eshaklarni aşağıda sug'urib tikan, bağlab qapida sug'urib tikan. Hamma eshak suv ichib o'tibdi. Bir eshakniki o bo'yindagi ag'amchisi qisqa bağlab qolib tikan. Oldida suv turdi, ammo o suvni icholmay, bo'yi yetmay ayda qiynalib ketdi ekan. Kelib ag'amchini bo'shatib men biroz uzoqroq uzatib qo'ydim. Shuni bilan o suyini ichdi. Shuni men ketgandim. Degandan podshoh o'ylab o'tib, ha, meningki shu meclisni Alloh uchun solmay, buni faqat shu o'zimningki ismini qoldirish uchun, ismini yozish uchun shuncha chiqim qilib, pul xaylab sog'dimning hech qanday qimmati bo'lmabdi. Ammo ayol shu meclisga ishlagan bir eshakning endi suvsiz qolganligini ko'rib, ashunga bir suv berganlik uchun Alloh mening amalni qabul qildi deb tushunib
buyruq qildi ekan, tamam bundan keyin mechitning ustiga Ummul Xayr ning mechiti deb o'sha ayolning ismini yozinglar debdi. Shundan keyin o mechitning ismi mechiti Ummul Xayr mechiti bo'lib, ayda tarixda qolibdi.